Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Jack MH2 modelini obzorini ko'rib chiqamiz. Video boshlashdan oldin like va podpiska esingizdan chiqmasin. O'zi aslida chiqazayotgan videolarimiz sizga manfaatli bo'lyaptimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib keting. MH2 mashinkamizni afzalliklari haqida to'xtaladigan bo'lsak, mashinkamiz polni avtomat mashinkasi hisoblanib, ichki hajmi kengaytirilgan, tikuvchilarga qulaylik bo'lishligi maqsadida mashinkani moyi paddonda joylashgan bo'ladi. Oldingi mashinkaga o'xshab ochiq paddon emas, yopiq paddonda joylashgan. Xo'p, mashinkamiz sun'iy intellekt chipi bilan jihozlangan, 2 yadrli sun'iy intellekt chipi. Ushbu sun'iy intellekt chipimizga 22 million mashinkada tikilgan mato namunalarini o'sha sun'iy intellekt chipimizga joylashtirilgan. Bu narsa tikuvchilarimizga mashinkani o'zi matoga moslashish xususiyatini bera oladi. Mashinkamiz Gorilla kuchiga ega 2 uzatmali motor bilan jihozlangan. Bu degani yana ham kuchliroq motor qo'yilgan bu mashinkamizga. Bu o'sha materialni qalinmi, yupqami o'zi yana ham moslasha oladi. Xo'p, mashinkamiz 10 tanga misolida 100 qavat qog'oz qo'yib, orqaga tikkan holatda nina sindirmasdan tika oladi. Bu degani bu ancha katta rezultat. 10 tanga 100 qavat qog'oz o'shani tikish bu uncha mashinkaga emas. Bu narsani MH2 mashinkamiz qilib bera oladi. Ushbu mashinkamiz tikuv mashinkalar olamida birinchi bo'lib Guinness rekordlar kitobiga kirgan hisoblanadi. Ya'ni qanday 338 metrlik matoni ip uzmasdan tikib bera olgan mashinka hisoblanadi. Mashinkamizni texnik parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, mashinkamizni maksimal tezligi Mashinkamizning texnik parametrlariga to'xtaladigan bo'lsak, maksimal tezligi 5000, eng past skorosti 200 hisoblanadi. Mashinkamizni polni elektronni hisoblanib, zakrepkasi, cho'qinqota kichik qilishlari elektronni, ya'ni birinchi mana bu yerda knopkamiz cho'qinqota kichik qilishga ishlaydi. Mana plusni bossak kattaroqda, minusni bossak kichiklaradi. Mashinkamiz gapira oladi. Qaysi knopkani bossiz, qanaqa funksiyani o'zgartiryapsiz, hammasini o'zi aytib tura oladi. Xo'p, keyingi knopkaga o'tadigan bo'lsak, zakrepka kirishida, chiqishida yoqib o'chirishga ishlaydi. Закрепка в начале строчки включена. Keyingi knopkamiz mana bu yerda birinchi knopkamiz W zakrepka. Bu kiyim-kechaklarni etiketga tikkanda yoki bo'lmasam ayrim yerlarda faqat zakrepka berishga ishlaydi. Keyingi funksiyasi bu yoqda 3 ta funksiya bor. Birinchisi W zakrepka, ikkinchisi shablonni. Bu narsa cho'ntaklar tikkanda 16 ta, 20 ta, 30 ta chok sanab tikishga, tikuvchiga o'sha o'tib ketmasligi uchun yordam bera oladi. Xo'p, yana bir marta bosganimizda oddiy chokka o'tadi. Xo'p, keyingi knopkamiz fiksator. Bu narsa material ustida ip qolmasdan tikkanda ip Bu narsa fiksator mashinka ip uzgandan keyin ninada qoladigan ipni material ustida emas, tagiga qo'shib tikib olishda ishlaydi. Buni o'chirib yoqishga mana shu yerdan knopkadan foydalaniladi. Keyingisi tishini legirovkasi. Tishini ko'tarish, tushirish, materiallar qalin, yupqanligiga qarab sozlanadi. Определение толщины выключено. Определение толщины включено. Keyingi knopkamiz materialda qalin, yupqa qanaqaligiga qarab turib o'zi moslasha oladi. O'sha funksiyani yoqish, tishini moslashini o'zi legirovka qiladi.
Hop, keyingisi ninani tepa pastda qolishi. Har tikib to'xtaganda nina yo tepada yoki pastda to'xtaydi. O'shani mana shu birinchi knop. O'shani mana bu knopkadan to'g'rilasak bo'ladi. Bu yoqda ham yana ikkitali knopka, tagidagi knopkasi qaychini uzishi uzmasligiga o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'pincha tikuvchilar tikish davomida lapkani ko'taraman deb ip uzib qo'yishlari mumkin, ishni tugatib qo'yishi mumkin. O'shanda o'chirib qo'yishlari mumkin. Hop, keyingi knopkamiz dekorativniy chok. Декоративные строчки. Bu narsa kiyim-kechaklarda shimlarni chekkasida qalin choq qilib yurish yoki bo'lmasam kiyimni ustiga dekoratsiya qilib tikishda foydalanadi ko'pincha. Hop. Интерфейс подсчета количества изделий. Bu knopkamizni yana bosib turganimizda mashinka nechta tikdi o'shani hisoblaydi. Hop. Bundan oddiy chokka o'tish uchun yana mana shu knopkani bosamiz. Декоративное свободное шитье. Lapga ko'tarish. Xohlasangiz lapga ko'tariladi, xohlasangiz ko'tarmaydi yoki bo'lmasam har to'xtaganda lapga ko'tarishi mumkin, qaychi uzgandan keyin ko'tarishi mumkin. Bu avtomatik ko'tarish. Yo'q, bo'lmadi. Boshqatdan. Keyingi knopkamiz lapga ko'tarish pozitsiyasi, ya'ni har to'xtagandan keyin o'zi avtomatik ko'tarib turishi mumkin yoki bo'lmasam ip uzgandan keyin pedalni bosib o'tirmaysiz, avtomatik tarzda lapga ko'tarib turishi mumkin yoki bo'lmasam lapga ko'tarishni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Keyingi knopkamiz reset knopkasi. Bu kimdir teginib tashlaydigan bo'lsa yoki bo'lmasam qaysidir funksiyaga kirdingiz, nimaga kirganingizni o'zingiz bilmay qoldingiz, orqaga qaytmoqchi bo'lsangiz, mana bu reset knopkani bosib tursak, zavodskiy holatiga qaytadi. Сброс. Xo'p, keyingi knopkamiz speaking, gapirishini o'chirib qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasam har yoqqaningizda ovoz chiqaradi, o'shani o'chirib yoqishingiz mumkin yoki bo'lmasam tilini o'zgartirishingiz mumkin. هتحاول تضيفها قدام. void 음성 공능 열기. Mashinkamiz 15 xil tilda gapira oladi. Biz o'zimizda tushunadigan tilimiz, ya'ni rus tiliga qo'yib qo'yamiz. Голосовое сопровождение включено. O'zimizga kerakli tilni tanlaganimizdan keyin P knopkani bosib saqlanib qilib qo'yamiz. Xo'p, keyingi knopkasi bu telefon qilish. Bu narsa telefon qiladi, ya'ni qanday ishlaydi? Katta fabrika, elektronlashtirilgan fabrikalarda Wi-Fi orqali bu mexanika yoki bo'lmasam servisga ulanib qo'yiladi. Bu mashinkada qandaydir muammo tug'iladigan bo'lsa, bu knopka orqali bemalol mexanika bog'lanishlari mumkin bo'ladi. Keyin mashinkaning yon tomonida USB zaryadka. Keyin mashinkamizning yon tomonida USB zaryadka bor. Bu USB orqali ishlaydigan barcha texnikani ishlatib bera oladi. Mashinkamiz mana bu yerda moyini, uruvinini ko'rib turishimiz mumkin. Ko'k chiziq, qizil chiziq, o'rtada paplosi bor. Bu narsa moyni uruvini kamaysa o'rtadagi paplo pastga tushadi, agar ko'p bo'ladigan bo'lsa tepada bo'ladi. Hozir normal holatda, ya'ni tepadagi chiziq bilan teng turibdi. Xo'p, mashinkamizning moyini, uruvinini bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Rangini, sifatini qanday bilaman desiz, mashinkamiz tez tikanda mametiga moy chiqib turadi. O'sha moyning rangiga qarab mashinkani moyini sifatini bilishingiz mumkin. Mashinkamizning moyini mana bu yerda o'zini moyni rasmini chizib qo'ygan, boshqacha yondashilgan. Bu mashinkamizning dizayniga shu moyni rasmi chizib qo'yilgan qopqog'ini burab, yechib olib, mana shu yerda moy quyiladi. Plus tezligini ko'taradi, minus tushiradi. Уменьшить скорость. P сохранить knopkasi, chapga o'ngga knopkasi. Mana bu yerda ekrandan foydalanganimizda o'ngga chapga olib turib ko'paytirib, kamaytirishga ishlatsak bo'ladi. Yana qo'shimchasiga P ni bossak, har boyagi aytgandek saqlanib qiladi. Keyin mana bu yerda mana ko'k chiziq chizib qo'yilgan. Bu materialning qalinligiga, bu narsa materialning qalinligiga qarab sveti o'ynaydi. Yupqaroq material bo'lsa, bittasi yonadi, qalinlasa ikkitasi yonadi, yana ham qalinroq material bo'lsa, 3 ta svet o'ynaydi. O'sha o'chib yonib materialning qalinligiga qarab bildirib turadi. Mashinkamizni mana bu yerda joylashgan knopkalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi knopkasi zakrepka, ya'ni boyagi aytib o'tganimizdek mana bu yerdagi
zakrepkasi olib tashlangan, tikuvchiga qulaylik bo'lishligi uchun mana bu yerga qo'yilgan. Tikuvchi qo'lini bu yoqqa yon tomonga olib borib o'tirmaydi, shu yerda o'zidan qilaveradi. Kirishida o'zi zakrepka beradi, ishni o'rtasida zakrepka bermoqchi bo'lsa, knopkani bosadi mana. Material ushlab turgan holatda mana tikuvchiga bu ancha qulaylik beradi, mana orqaga oldiga bosib kelishga ishlaydi. Keyingi knopkamiz ish davomida, ishni o'rtasida medlenniy shag deyiladi. Bu ya'ni sekin yurish uchun. Pedalni bossangiz tez o'tib ketadigan, sekin o'tishingiz kerak bo'ladigan joyda mana shu knopkani bosib turib, sekin yurishingiz mumkin yoki bo'lmasam bir marta bossangiz ko'tariladi, tushadi. Keyingi 3-knopkasiga to'xtaladigan bo'lsak, 1-2 deb yozib qo'yilgan. Bu narsa ya'ni nima? Mashinkani chokini katta-kichik qilishda mana bu yerdan ekrandan katta-kichik qilib o'tirmaysiz. Bu 1-2 knopkasini bossangiz, misol uchun 3,5 chokda turgan bo'lsa, o'shani teng yarmida mayda qilib tikib bera oladi. Misol uchun mana tikib qo'yasiz 3,5 chokda, bu knopkani bosib turib tikadigan bo'lsangiz, chok maydalashadi. Qo'yib o'rganingizdan keyin yana o'zini 3,5 standarti bo'yicha tikib ketaveradi. Bu narsa necha chokka qo'ysangiz ham o'shani teng yarmida maydalashtirib tikib beradi. Tikib qo'yamiz 3,5 chokda, bosib turamiz, choki maydalashadi, qo'yaveramiz, yana o'zini holatida ketaveradi. Xo'p. Mashinkamizda mana bu yerda LED chirog'i bilan jihozlangan bo'lib, bu narsa tikuvchiga ayrimlarga xiralik, ayrimlarga yorug'lik qilishi mumkin. Bu narsani ham tikuvchi o'ziga moslashi mumkin. Mana bu yerda knopka qo'yilgan. Tikuvchi o'ziga moslashtirib, xiraroq, yarkiroq o'ziga moslashtirib tikishi mumkin. Mashinkamizning yana bir afzalliklaridan bittasi, mashinkani mana igna-voditel tikuv qismida umuman materialga moy oqmaydi, moy tegmaydi. Mashinkamizda mana shu tikuv qismi, ya'ni nina, lapka, komplekt tomonidan materialga mashinkadan umuman moy o'tmaydi. Mashinka moysiz ishlagan taqdirda ham mana shu tomonlari umuman qotib qolmaydi, qirilmaydi, yaxshi metalldan foydalanilgan. Mashinkamiz ko'pchilik tikuvchilar o'zi biladi, mashinkalar oddiy mashinkalarda zamok tikkan holatda qattiq yerida nina sindiradi. Bu mashinkada o'sha qattiq yerida zakrepka berib tikkan holatingizda ham nina sindirmaydi. Ushbu mashinkamizni mana bu lapka ko'tarib tushiradigan qismiga sensor qo'yilgan, materialni qani yupqanligiga qarab mashinka o'zi moslasha oladi. Ya'ni mana bu orqa tomoniga sensor bor, mana ko'rishingiz mumkin, mana bu qora qo'yilgan. Mana yon tomonni lapka mana materialni qalinligiga qarab ko'tarilib tushirganda, mashinka o'zi materialni qalinligiga tishi bilan moslashib tika oladi. Ushbu mashinkamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, xarid qilishni xohlasangiz, quyidagi raqamlar orqali bog'laning. Mashinkalarning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, video izohida link qoldiramiz. Linkka o'tib turib, barcha mashinkalar modellarini, narx-navolarini bilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.